Lugano bu men uchun katta tramplin. Luganoda kelishim bilan yaxshi kutib olishdi. Juda ham xursandman va bu sarguzasht men uchun juda ham katta rol o'ynaydi hayotim davomida va harakat qilaman Lugano jamoasi bilan yaxshi natijalar qo'lga kiritishga. Yoshligimdan orzu qilardim Yevropa jamoalarida o'ynash va Lugano jamoasiga kelib qo'shildim, yaxshi kutib olishdi va bundan juda xursandman va hozir juda ham motivatsiyaga boyman va Lugano jamoasiga kelib qo'shilganimdan juda xursandman. Jahon chempionatidan so'ng ko'p jamoalarni kuzatib bordik va jamoalar ichida Lugano jamoasi ko'rindi va butun jamoani o'rganib chiqdik. Futbol taraflama va sharoit taraflama juda ham yuqori sifatli jamoa hisoblanadi. Shuning uchun Lugano jamoasini tanladim. Albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatida qatnashdim. Bu men uchun juda katta tajriba va juda katta futbolchilar bilan bo'lgan mas'uliyat hisoblanadi. Maydonda asosan harakat qilaman, ko'proq darvozaga tepishga va hech narsadan qo'rqmaslikka. Agar qo'rqmasam, hamma narsani ko'rsata olaman. Asosiy maqsadim jamoa bilan yaxshi natijalar qo'lga kiritib va dunyo chempionatlarida qatnashib, Yevropa chempionatlarida qatnashib, yaxshi rezultatlarni qo'lga kiritish. Maydon tashqarisida spokon yurishga harakat qilaman, xotirjam yurishga harakat qilaman. Hozirda ingliz tili va italyan tilini o'rganish bilan bandman. Futbol klubi Lugano muxlislariga muxlislik qilishlarini va qo'llab-quvvatlashlarini tilayman. Albatta ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Ciao tifosi, sono Behroz Karimov, Forza Lugano.